Endi tom yopish 2-3 barobarcha ham arzon, ham tez bitadi. Avval qo'lda qorilib 2-3 kunlab vaqt ketadigan bo'lsa, 200 kvadrat joyingizni bir kunning ichida bitirib berkitadi ekan. Ko'ramiz, narxi necha so'm bo'ladi. Avvalgidek loy suvoq, somon tashab yurgan yaxshimi yoki hozirda zamonaviy bo'lgan go'rtgan apparatingiz orqali tomni yapgan yaxshimi? Narxlarni ko'rib chiqamiz. Sotbek aka, rostdan 200 kvadrat metrni bir kunning ichida taxlab berib ketasizmi? Assalomu alaykum obunachilar. Havo xudo xolasa shu yangi apparatim yordamida 200 kvadrat metr joyini bir kunda bemalol yopib ketsak bo'ladi. Bu narsamiz polistirol lombaz deb aytiladi. Shunday qop ko'rinishida bo'ladi, yonida sement ham bo'ladi. Hamma narsasini o'zimiz ekkalib, shuni ichida quyib berib ketamiz. Somon suvoq, somonlarga qaraganda nima farqi bor? Samolarga qaraganda issiqni ancha yaxshi tutadi, keyin yengil bo'ladi, ham tez bitadi. Dilshodbek aka, rostdan bir kunning ichida polni 200 kvadrat joyini beklab turibsizlar? Havo ishini ishlank yordamida rastorimiz chiqadi. Bu rastorina ko'rtirganlaringiz po'kak bilan sementning aralashmasi. Po'kakimiz bilasiz, issiqni o'tirmaydi, ham yengil bo'ladi. Issiqda ezilish yoki ustida yuridan bo'lsa ham o'g'il qolish muammolari bo'lmaydimi? Yo'q, mustahkam bo'lib chiqadi. Keyin ko'pchilik sichqonmi boshqa ta'minot solib beradi, hech qachon yonmaydan sichqon yemaydi. Chunki bu asosiy tarkibi sementdan tashkil topgan. Eng asosiysi narxi necha so'm bo'lib turibdi? Buni narxi 5 sm dan 10 sm dan qilib turibmiz. Shu chakimizda 5 sm qalinlikdagi yotib, 1 sm 12 ming so'mdan tushadi. Ya'ni shu 5 sm 1 kvadrati 60 ming so'mdan. Masalan, 10 sm tatan desa 120 ming so'm bo'ladi 1 kvadrati. Hamma narsasi shuning ichida bo'ladi. Materiali, ustaqisi, boshqasi hamma narsa shuning ichida. Bu shayni narximi yo tumonlar ham shu narxda bo'ladimi? Polni ham mera tumonlar ham shu narxda aytib beramiz. 4 yil beruni polni va Qoraqalpog'iston Respublikasidan ham xizmat bormi? Bor. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Videoga bir like bosib, tom yopishni o'chirta gap turgan yoki qurilish qilib turgan yaqinlaringizga bu videoni maksimal tarqatib qo'ying. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.